Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. 1928 yili 5-oyda Shimoliy Gomindang militaristlarning oxirgi atamani Jang Zolin Fengtianga qaytish yo'lida Yapon kanton armiyasining bombasida o'ldi. Uning o'g'li Jang Shuliang Sharq-Shimol armiyasini boshlab chekinadi. Hamda davlatning birlik kelishiga to'sqinlik qilmaydiganligini jakalaydi. Gomindang inqilobiy armiyasi Beyjingga kirib, Beyjingni Beypingga o'zgartirdi. Buning bilan Gomindang inqilobiy armiyasi 2 yilga so'zilgan shimolga yurish urushida g'alaba qildi. 6-oyning 15-kuni Nanjing Gomindang hukumatı ishki tashqi xitobnoma e'lon qilib, birlik kelishning tamomlanganligini jakalaydi. Gomindang Markaziy komiteti 3 yil ilgari vafot bo'lgan Gomindangning qo'rg'uvchisi Sunjungsan apandiga ta'ziya bildirish uchun Sunjungsan apandining jasadi qo'yilgan joy Beypingdagi Biyun ibodatxonasida ta'ziya bildirish murosimi o'tkazishni qaror qildi. Uzun mezgil zo'ravonlik va urush malamanchiligining dardini tatgan Beyping fuqarolari Gomindang inqilobiy armiyasini qizg'in qarshi oldi. Ular bas-basda yig'ilish o'tkazib, tinchlikqa bo'lgan orzusini ifodalaydi. Shunga Sunjongshan apandiga ta'ziya bildirish kuni azaldan jimjitlik to'lgan Beypingning Shesantegi birdilla odat dengiziga aylanadi. Davlat ichi va sirtidagi taratqular To'chun guruhining bosh qo'mondonlari Jiang Jieshi, Feng Yuxiang, Yan Xishan, Li Zongrenlarning Beypingda jam bo'lganligini xabar qiladi. Adolatparvarlar gazeti Jungo bu qitimqi Shesantagi yig'ilish bilan yangi vaziyat yaratadi deb obzor e'lon qiladi. 1928 yili 7-oyning 6-kuni atgan soat 8da qayg'uliq muzika ichida Sunjongshanga ta'ziya bildirish murosimi rasmiy boshlanadi. Jiang Jieshi oldi bilan qabri supsiga chiqdi. Feng Yuxiang, Yan Xishan, Li Zongrenlar orqadan ayishib chiqdi. Gomindang 3-Ji-tuanjuni 1-tuanining tuanjangi Shangjin ta'ziya so'zini o'qib, Gomindang markaziy komitetining barliq a'zosi nomidan Sunjongshan apandini yod etadiganligini bildirdi. Dal shu chog'da Jiang Jieshi qabrining oldiga kelib, ushtum-tut, un selib yig'lab ketdi. Shangjong Jiang Jieshi yozgan ta'ziya so'zini o'qiyotganda maydondagilar kusurlashib ketdi. Maqolada "Murtlar ichida menga ham ota, ham ustoz bo'ldingiz. Meni qadrladingiz. Mendan inqilob to'salg'unlarini yo'qitib, xalqni balo qazodan balduroq qutqizishni umid qildingiz" deyilgan. Bu so'z aytilish bilan Biyun ibodatxonasidagi kayfiyatda sal o'zgarish bo'ladi. Jiang Jieshi e'lon qilgan ta'ziya so'zda amaliyotda gap ichida gap bor edi. Bu garchi Sunjongshan apandining to'hpisini madiylagan bo'lsa-mu, biroq u Sunjongshan vafot bo'lgandan keyin shimolga yurish qilish uchun ko'p jafo chekkanligini aytgan. Uning maqsadi nima? Bu nasabga erishish uchun Sunjongshanning izboslari salohiyati bilan boshqa Ji-tuanjunning boshliqlarini boshlab kelib ta'ziya bildirgan. 7-oyda Beyping boshqachalar isib ketgan edi. Kishilar oftobning qizdirishi bilan charchashga boshladi. Agar Feng Yuxiang oldiga chiqib nasihat qilmagan bo'lsa, bu qitimqi qabri yo'qlash Jiang Jieshi o'rinlagan yolg'iz kishilik nomer bo'lib qoladi. Li Zongren aslimisida o'zining noroziligini bildirib, Zonglining hayotini aslagan bo'lib, yig'lab mutahamlik qildi. Menda bunday o'yin qo'yish iqtidori yo'q degan. Li Zongrenning bu so'zning masxara ma'nosi nihoyat aniq. Murosimdan keyin Jiang, Feng, Yan, Lilaning inoqsizlik haqida so'z-so'chak tarqalishga boshladi. Ayni chaqda Yaponiya taratqullari obzor e'lon qilib, Sunjungsan apandining jasad sandig'i oldida turgan bu 4 kishining tili bir, dili boshqa. Shisan murosimi 4 yangi magnatning bir qitimliq koni militaristlar yig'ilishi bo'ldi. Maqsadi Junguni qayta bilib olishdan iborat dedi. Bu obzorda Jiang, Feng, Yan, Li'dan iborat 4 kishining munosabati aniq tahlil qilingan. Kim butun karomatini ko'rsatib, Gomindang hukumatining huquqini qo'lga oladi? Bu kelgusi Jungu vaziyatining ochqichiga aylangan edi. Undaq bo'lsa, amaliy ahvol zodi qandaq? Biz bu 4 Ji-tuanjunning bosh qo'mondonining tarixi va harbiy kuchi to'g'risida to'xtalib o'taylik.
1928 yılı 3. ayının 7. günü Gomindang Merkezi Komiteti Siyasi Meclisi Jiang Jie'shini Gomindang İnqilobiy Armiyasining bosh qo'mondoni qo'shimcha 1-Ji-Tuanjunning bosh qo'mondonligiga saylashni qaror qildi. Hamda ayni chog'dagi yerli qismlarning qo'mondonlari Feng Yuxiang, Yan Xishanlar bilan shimolga yurish qilish kelishimi imzolab, Feng Yuxiangning G'arbiy Shimol armiyasi, Yan Xishanning Sanxi armiyasini 2, 3 Ji-Tuanjun qilib o'zgartib, ularni bosh qo'mondon qilib tayinladi. Hunan Hubeydagi Guangxi sistemasi qismi 4 Ji-Tuanjun qilib o'zgartirildi. Buning bilan Gomindang Inqilobiy armiyasining 4 Ji-Tuanjuni rasmiy shakllandi. Undaq bo'lsa, ayni chog'dagi Jongoda kimning amaliy kuchi eng kuchli edi? Bu Jiang Jieshi 41 yoshga kirgan chaq. 1921 yili u Gomindang Inqilobiy armiyasining bosh qo'mondoni, Gomindang Markaziy komiteti siyosiy majlisining raisi va harbiy ishlar komitetining raisi qatorliq vazifalarni ustiga olgan. 20 yil burun Jiang Jieshi Song Meiling bilan to'y qilgan bo'lib, buningdan u Angliya va Amerikalar bilan aloqalashish yo'liga erishgan. Shundaqla Jiangsu Zhejiangdagi moliya magnatlarining iqtisodiy yordamiga erishgan. Davlat ichi va sirtidagi siyosiy o'rnimi zo'r darajada o'sgan. Jiang Jieshining Gomindangning eng oliy rahbariga aylanish mumkinchiligi bor edi. Ammo Jiang Jieshi bu chaqda turli g'amlarda qolgan. Jiang Jieshi zo'r huquqqa erishgan bo'lsa-mu, ammo uning o'rni muqim emas edi. Partiya ishidagi tanqid sadolari uningga qarshi turadiganlar ko'p bo'lib, uning bilan har qaysi Ji-Tuanjunlar orasida ziddiyat bor edi. Har qaysi guruhlar chiqish olmaydi. Chunki shimolga yurish qilish urushidan keyin har qaysi Ji-Tuanjunlar ushqandek taraqqiy qilib qo'shin tashkilladi. Qism ushqandek kengaydi. Birinchi Ji-Tuanjun garchi kengaygan bo'lsa-mu, ammo umum jihatdan olganda boshqa Ji-Tuanjunlar bilan selishtirganda harbiy ishlar odam kuchi qismning safosida mutlaq afzallikka ega emas bo'lib, havas yo'q edi. Undaqda bu to'rtaylan ichida ayni chog'da kimning harbiy amaliy kuchi eng kuchli edi? Feng Yuxiang. Taxallusi Huanzhang, Hebei Baodinlik. Jiang Jieshidan 5 yosh cho'ng. Aslida Shimol militaristlarining generali edi. 1924 yili 10 oyda Jiang Zolin bilan Feng Yuxiang raqiblarga aylandi. Feng Yuxiang siyosiy sahnadan tushib Sovet ittifoqiga ketdi. Keyin Sovet ittifoqining yordamida Feng Yuxiang Henan Kayfinga qaytib, Jiang Jieshi bilan do'stlashib, birlikda shimolga yurish qilib, boshqa kelganni tang ko'raman deb qasam ichishdi. Shimolga yurish qilish urushi mezgili Feng Yuxiangning G'arbiy Shimol armiyasining eng shonliq mezgili edi. Ular birdek ittifoqlashib, barliq Ji-Tuanjunlashda eng kuchli qo'shinga aylandi. Ammo Feng Yuxiang Tianjinni elib Beijingga kiradigan chog'da o'ylamagan ish yuz berdi. Uning yaxshi qarindoshi Gomindang Inqilobiy armiyasining bosh qo'mondoni Jiang Jieshi tuyuqsiz buyruq tushirib, Feng Yuxiang armiyasining Beijingga kirishini cheklab qo'yganmay yana Beijing va Tianjinni boshqarish huquqini qo'shqo'llab, Feng Yuxiangning qo'ni raqibi Yan Xishanga berdi. 45 yoshga kirib qolgan Yan Xishanning hushyorligi va tadbirligi chiqib turadi. Aşı o'zgarishchan yillarda Yan Xishan obrazli qilib, Gomindang mezgilidagi yiqilmas qo'rchoq deb ataldi. Bularning hammasi u yo'lga qo'ygan betaraf falsafasidan bo'lgan edi. Betaraf falsafasi deganimiz o'tirda turish, hech qaysi tarafga yonbosmaslik, har qanday ishni qilganda oshirib o'tmaslik. Mana bu uning e'tiqodidagi falsafa. Bu ham Jongo falsafasining ma'nosi. Yan Xishan ansiz zamonlarda hayotlik izlash, o'zgarmaslik orqali o'zgarishlarga taqobil turish, o'tirda turib yashashdek, shunday bir hayotlik yo'lini xuloslab chiqqan. Jiang Zolin bilan Feng Yuxiang tepishayotganda Yan Xishan Feng Yuxiangning yor yo'laksiz qolganligini ko'rib, fursatdan foydalanib, uningga ajallik zarba berib, G'arbiy Shimol armiyasining yerini egilib oldi. Feng Yuxiangning bir qism qo'shinini o'tkazib olib, qayta tashkilladi. Shimolga yurish qilish urushi boshlangandan keyin Yan Xishan ilgirki uslubi bo'yicha qo'shin boshlab chetda turib tomosha ko'rdi. Yan Xishan shimoliy militaristlarning Jiang Fenglidan iborat 3 cho'ng birlashma armiyasining hujumiga taqobil turolmaganligi ham Jiang Jieshi Beijing, Tianjin ikki joyni berganligini ko'rgandan keyin ondan shimolga yurish qilish urushiga qo'shilganligini chaqirdi. Undaqda Jiang Jieshi bu qilmishi orqali ajaba 2 Ji-Tuanjunning bosh qo'mondoni Feng Yuxiangni ranjitib qo'yishdan ansirmaganmidi? U Yan Xishanning noyati cho'ng ko'rishidagi sababmidan qo'shini o'ziga qaratib yordamga erishish uchun. Jiang Jieshi Yan Xishanni o'ziga tortishdan boshqa maqsadim bor. Nemishga deganda shimolga yurish qilish urushida Feng Yuxiangning 2 Ji-Tuanjuni noyati cho'ng rol o'ynagan. Ammo 2 Ji-Tuanjunning odam soni bak ko'p bo'lg'achqa bosh qo'yish tas bo'lish vaziyati shakllangan. Shunga Jiang Jieshi Yan Xishandan foydalanib Feng Yuxiangni iskanjaga olmoqchi bo'lgan. Shunga u Yan Xishanni noyati cho'ng ko'rgan. Yerlik kuchlar bilan boshqa yerlik kuchlarni iskanjaga elib barobarlik hosil qilish. Jiang Jieshining ishlatganidan podshoh taktikasi.
Bu qadimda bir çalmada ikki paxtak so'qish deb atalgan. Ammo dal Jiang Jishining bu harakatining keyingi Jiang, Feng, Yan familiyalik 3 kishi kelishilmaydigan ziddiyatni keltirib chiqarib, ishni cho'ngaytirib etadiganligini hech kim o'ylab baxmagan edi. Bu ish sargardini selishtirganda yeshi kichik, nupuzi tuvarak bo'lgan Li Zongrinning kishining diqqatini tortdi. Shu chog'da u amdila 37 yoshga kirgan bo'lib, 4-Jituanjuning bosh qo'mondonlik vazifasini ustiga olgan edi. Li Zongrin aslida Guangxi milliy tarixiga tava edi. Guangxi birligi keltirilgandan keyin Guangxi sistemasi Guangzhou Guomindang hukumatiga qo'shilgan. Li Zongrin kichik Zhuguliang Baichusi, Huang Shaohonglar bilan temir uchburchak deb atalgan. Bu uchaylan jasoratlik ham tam farosatlik bo'lib, shimolga yurish qilish urushiga qatnashgandan buyon ajoyib to'plarni yaratib, Guomindang qo'shinida yangi hayotiy kuchga aylangan. 1926 yili Guomindang inqilobiy armiyasining bosh qo'mondoni bo'lgan Jiang Jishi Changshada harbiy ishlar yig'inini echib, atrofliq o'ylashgandan keyin Li Zongrin Guangxi armiyasining amaliy kuchini tutib turibdi. Yana Guangxi xalqining qo'llashiga erishdi deb qarab, uningga qo'l berishgan qarindoshlardan bo'lishni o'tirg'a qo'ygan. Li Zongrin bilan Jiang Jishi qo'l berishgan qarindoshlar bo'lsin, biroq ular azaldan bir niyatda bo'lib boqmagan. Shimolga yurish qilish urushidan keyin Li Zongrinning Guangxi armiyasi tez taraqqiy qilgan. Qismning taraqqiyoti tez bo'lib qolmasdan yana urush utuqlarma ko'rinarlik bo'lgan. Birinchi armiyani ilib etsak, ularning shimolga yurish qilish urushidagi ifodasi ancha ko'rinarlik bo'lmagan. Ularning shuhrati hatto Li Zongrinning 7-armiyasiga yetmaydi. Jiang Jishi bilan Li Zongrinning munosabati keyingi necha 10 yilda ziddiyat ichida o'tgan bo'lib, ba'zida hamkorlashsa, ba'zida to'qinishib turgan. Shimolga yurish qilish urush oyoqlashgandan keyin ayni vaqtda Jongoning harbiy ishlar amaliy kuchi mundaq bo'lgan. Jiang Jishining 1-Jituanjuni, ya'ni markaziy armiyasida 400 ming odam, Feng Yuxiangning 2-Jituanjunida 420 ming odam, Yan Shishan, Li Zongrinning har qaysisining 300 mingdan odami bo'lgan. Bu ahvol Astridan pagizi cho'ng bo'lishda g'alati vaziyatni shakllantirib qo'ygan. Shu vaqtlarda osmonni qora bulut qoplagandek, puhralarning taqdiri Jiang, Feng, Yan, Lidan iborat 4 familiyalikning qo'lida qolgandek bo'lgan. Biroq faktlar shuni isbotladiki, bir davlatning yerlik kuch mazhablari tez zo'raysa, boshqa bir zo'ravonlik va aralashma jang davri boshlandi. Shesandagi ta'ziya bildirishdan keyin Nanjing Guomindang hukumati yana xitobnoma e'lon qilib, shimolga yurish qilish urushining oyoqlashganligini, harbiy hokimiyat davrining oxirlashganligini, shuningdan boshlab yangi davlat qurishni vazifa qilganligini bildirdi. Jongo Guomindang cho'ng ishlar xotirasida xotiralanishcha, shimolga yurish qilish urushi oyoqlashganda Guomindang hukumati qarmaqidagi armiyada 2.200.000 odam bor bo'lib, yillik harbiy xarajat 720 million fabiga yetgan. Yani kelib ayni yillik bir yillik moliya kirimi aran 400 million fabi bo'lgan. Shunga askar qisqartib, harbiy xarajatni tejash yangi davrdagi bosh vazifaga aylangan. Yan Shishan, Li Zongrin nurg'un qaytib, markazning o'rinlashtirishiga bo'ysunganligini bildirgan. Feng Yuxiang adolatchilar gazeta muxbirining ziyoratini qabul qilganda, ko'nglidagi so'zni deb askar qisqartishni qo'llaydiganligini, ishtatni qabul qilganligini bildirgan. 1928 yili 8 oyda Guomindang Nanjingda 2-navbatlik 5-umumiy yig'in echib, markazga huquqni markazlashtirishni kuchaytirish va ishtatdan qisqartirilgan xodimlarni qo'shindan qaytarishni muzokara qilgan. Yig'in boshlanishi bilan ko'pchilik faqat 2-Jituanjuning qo'mondoni Feng Yuxiang bilan 4-Jituanjuning qo'mondoni Li Zongrinning o'ltirganligini, ilgari Guomindang markaziy hukumatining qarorini qo'llayman degan Yan Shishanning yo'qligini bayqagan. Amaliyotda buningdan burun Yan Shishan Jiang Jishiga dadam og'rib qoldi, Nanjingga keyinroq yetib boraman deb telegramma yo'llagan. Bu amaliyotda Yan Shishanning bahonasi edi. Yan Shishan nima uchun shunday muhim yig'inga qatnashishni xohlamaydi? Amaliyotda bu Yan Shishanning bahonasi edi. Bu yili ishlatgan. Bu qo'lasizliklarga men hozir bosam bo'lmaydi. Hozir berib, agar Jiang Jishi tarafda tursam, Feng Yuxiang, Li Zongrinning menga fikri chiqadi. Li Zongrin va Feng Yuxiang tarafda tursam, Jiang Jishining menga fikri chiqadi. Shunlashqa ularning o'rtasida qanday masala bo'lsa, oldi bilan aniq oydinlashgandan keyin bosam, qolgan ishlar osonga to'xtaydi degan. Amaliyot Yan Shishanning o'yining to'g'riliqini isbotladi. Mush qitimqi Guomindang partiyasining 5-umumiy yig'inida Jiang Jishi yerlikdagi tarmoq siyosiy majlisini amaldan qoldirish taklif loyihasini Feng Yuxiang va Li Zongrinning oldiga qo'ygan vaqtda, shu zaman bu ikkalanning qattiq qarshiligiga uchragan. Undaqda yerlikdagi tarmoq siyosiy majlis qanday tuzilma? Nima uchun Feng Yuxiang, Li Zongrin Jiang Jishining taklifiga qattiq qarshi turdi? Tarmoq siyosiy majlis ayni vaqtga nisbatan alohida bir siyosiy tuzum edi. Li Zongrinning kinoyasi bo'yicha aytganda, bu
Ya eshak, ya ot emasli bir apparat edi. O markazdan tövan, o'lkadan yuqori turardi. Buni huquq nihoyat cho'ng edi. Bir tarmoq siyosiy majlisning bosh ko'rish doirasida birli o'lka emas, balki 2-3 o'lka bor edi. O'lkalik partkom, hukumat, armiya, yerlik amaldorlarni vazifaga tayinlash, vazifadan qoldirish qatorliqlarning hammasini kontrol qiladi. Shunlashqa bir tarmoq siyosiy majlis amaliyotda bir mustaqil hokimiyat bo'lib hisoblanadi. Shishandagi ta'ziya bildirish marosimida Jiang Jieshi o'zini Sun Zhongshan apandining varisi deb qarab, hamma ishda alohida bo'lib oldi. Oqidan u yana birinchi bo'lib askar qisqartish planini o'tirib qo'yib, boshqa yerlik tegishlarni Gomindang markaziy komitetining chaqiriqiga faol ovoz qo'shishga chaqirdi. Endilikda yana yerlik tarmoq siyosiy majlisini amaldan qoldirishni o'tirib qo'ydi. Uning maqsadi zodi nimadir? 1928 yil 12 oyda Gomindangning 5-umum yig'ini ochilib, To'chong Jitvanjunning qo'mondonlari mansabga tayinlandi. Jiang Jieshi Gomindang hukumatining raisi, Feng Yushang harbiy ishlar ministri, Yan Shishan ichki ishlar ministri, Li Zongren harbiy kengash palatasining boshliqligiga ko'rsatildi. Gomindang hukumati ishlarni muzokara qilishga qulaylik bo'lishi uchun barliq rahbarlarning Nanjingda turishini talab qildi. Yan Shishan kechikib kelgan bo'lsa-mu, darhol vazifaga tayinlandi. Ammo u Nanjingga kelib uzun o'tmay yanala odamlarni boshlab, maxfiy yo'l bilan Sanshining Tayyuanga qaytib ketdi. Bu zodi qandaq ish? Har qaysi Jitvanjunlarning bosh qo'mondonlarining garchi o'rni yuqori bo'lsa-mu, ammo amaliyotda bu Jiang Jieshining bir suiqasd edi. Bu Song Taizo Chao Kanyinlarning aroq ziyofatida harbiy huquqidan bo'shtish chorasini qo'llanib, cho'ng harbiy huquqni tutib turayotgan bu qo'mondonlarga hukumatda yuqori mansab berib ularni qismlardan ayirdi. Bu amaliyotda changisini buzib, uvusidan ayirish chorasi edi. Bir 1929 yili 1-oyning 5-kuni mamlakat bo'yicha harbiy ishtatdan qisqartirilgan xodimlarni qaytarish yig'ini ochildi. Askar qisqartish plani rasmiy kun tartibga qo'yildi. Nanjingda turayotgan Feng Yushang, Yan Shishan, Li Zongrenlar bu chog'da ilojisiz qoldi. Feng Yushang askar qisqartishda sarxil qurolli kuchlarni saqlab, ojizlarni qisqartish, ko'pisi bolani saqlab qilib, ko'pisi yo'qlarni qisqartishni o'tirib qo'ydi. Feng Yushang mashqlantirilgan qismlarni cho'qim saqlab qilish, mashqlantirilmaganlarni qisqartib o'tish. Inqilobga töhf qo'shgan qismlarni saqlab qilish, töhfisi yo'qlarni, masalan, keyingi chog'larda el bo'lib kelganlarni qisqartish demoqchi edi. Undan boshqa qurol yaroqlari bolani ep qilish demoqchi edi. Bu chog'da ba'zi askarlarning quroli yo'q edi. Bu bunday qismlarni qisqartish kerak degan. Bu xuddi olma tanlagan o'xshaydi. Feng Yushang bu lohiyani o'tirg'i qo'yganda qattiq taptaniga qag'an. Boshqalar uni Amdil harbiy ishlar ministri bo'lgan turuqliq Moshundaq buyruq tushiramdi deyishdi. Keyin Feng Yushang mijozim yo'q deb ketib qoldi. Yig'inni oshmadi. Andan keyin Yan Shishan Jiang Jieshining maqsadini bilib, Jiang Jieshi askari kuchini saqlab qola oladi. Qolganlarning farqi cho'ng bo'lmaydi degan bir planni o'tirg'i qo'ydi. Yan Shishanning bu planida Jiang Jieshiga yaxshichaq bo'lib, o'zining manfaatiga ziyon yetmaydi. Li Zongren bunday bo'lishini texmi xohlaydi. Chunki uning askari eng oz, uning ustiga ishtati ko'payadi. Shuni u qo'sh qo'llab qo'lladi. Ammo 1-oyning 17-kuni Gomindang hukumatining ishtatdan qisqartirilgan xodimlarning qaytarish bosqichlari tezlisi e'lon qilingan chog'da ko'pchilik tuyuqsiz cho'ng huquqni qo'lga ilib olgan Jiang Jieshining hech kimning fikri bo'yicha ish qilmay, texmi ilgirlagan holda har qaysi Jitvanjunlarning qo'mondonlik shtabini bekor qilib, barliq huquqni markazga tava qilganligini bayqadi. Anchada Yan Shishanning 3-Jitvanjuni oxirlashtirish, ish bajarish o'rniga aylanib qoldi. Feng Yushangning 2-Jitvanjunining biroqla 7-8 shisi qisqartib etildi. Buningga qarata Yan Shishan dardini ichiga yutib gap qilolmadi. U yig'inda Feng Yushangning taklifiga qarshi chiqib, uni norozi qilib qo'yganligini biladi. Bu chog'da uning kallasida faqat qanday qilib Feng Yushang kontrolligidagi Shandong xinanlardan aylanib o'tib, Sanshiga omon-eson qaytishli bor edi. Ko'zi o'tkir odamlarning hammasi yerlik kuchlarga nisbatan zimin asos, qo'shin kapolat, tarmoq siyosiy majlis hukmronlik vositasi ekanligini biladi. Tarmoq siyosiy majlisni bekor qilganlik yerlik kuchlarning mustaqilligini saqlab qolish chopini soldirib o'tganlik bo'ladi. Askar qisqartish muvaffaqiyatli bo'lsa, yerlikning harbiy huquqini bekor qilganlik bilan barobar bo'ladi. Qaraganda Jiang Jieshining maqsadi ikki xil bo'lib, biri to'saqlarni tuzib etish,
yerlik baglarni yo'q qilib, jahonni o'z qo'lida tutib turish. Ammo Fengyushan qatorliqlarning qattiq qarshi turishi bilan Zhang Jieshi bu shaxmat o'yinidagi tunji qadamda ko'zlagan unumga yetolmadi. Lekin bu chaqda shaxmat o'yini boshlanib bo'lgan edi. Endi keyingi qadamda uruqni qanday o'tkazish kerak? Bu qatimqi shtatdan qisqartirilgan xodimlarni qaytarish yig'inida eng cho'ng g'alaba qilguvchi Zhang Jieshini hisobga olmaganda zini eng az bo'g'ini Li Zongrin bo'ldi. O'ylamagan yerdan 2 oydan keyin bir maydon qattiq urush portladi. Urush qilgan ikki taraf dal Zhang Jieshi bilan Li Zongrinning qismi edi. Undaqda qaramoqqa Guangxi sistemasiga qanot yopadigan Zhang Jieshi zodi qandaq maxfiy sirlarni yoshiryotdi. Bu bir maydon jang qandaq boshlandi? Jungoning kelgusi vaziyatiga qandaq ta'sir ko'rsatdi? Ata davomliq 5 qismliq chatma film o'tir tuzlardagi urushning ikkinchi qismini ko'rgaysizlar. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Ko'rganinglarga rahmat. Kelarki san programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.